Yetdimi? Do'stlar, aynan shu Mix Mobile hamma tanasa kerak, bilasizlar. Jamshid deb chiqaveradi. Aynan hozir men Farg'onadan 2 soat yo'l yurib, shu do'koniga keldim mana. Xuddi yerga keldim hozir. Sababi nimaga? Kommentariyaga yozgan, eplasangiz hype qiling degan. Men hozir keldim. Bu do'stimning ismi Jamshid. Haqiqiy pasportda ismi ham Jamshid, lekin hozir kiramanda o'zining ismi Jamshid bas. Asha Jamshid deb ermay qilayotgani uchun hamma Jamshidlar nomidan uzr so'ratkizaman. Do'stlar, tomosha qilib like bosmang shu joyga. Ketdik, kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu Mix Mobile, sizmisiz mana? Ishid yo'q. Sizmi? Siz nima? Ismingiz nima o'zi? Sardor? Nima Jamshid deyapsiz hamma? Hamma videolaringizda Jamshid deyapsiz. Ismim Sardor. Nima gaplashasiz? Qanday gaplashaylik? Nimaga ismingiz Jamshid bo'lmasa, Jamshidlarning ismini aytib xuyet qilyapsiz? Nima asl ismingiz? Sardor. Yorib yuboraymi? Kimsiz o'zi? Men usti Xman men. Taniysizmi? Men ham tupurib qo'ygan joyim bor-da sizga. Sizga nima Bu qildim? qilayotgan nimalaringiz bor, reklamalarıngiz bir tiyinga-da, ishoning. Yoqmasa ko'ring. Bu Infinix nimalarni teshnolar maqtayapsiz-ku, birortasi reklama berdimi? Yo'q, bermagan. Beradi. Jamshid yomon ko'rib qo'yganmiz. Rolu, hamma biladi. Siz nima qizig'i bor Jamshid? Va shunaqa Jamshid ismini aytmang. Sizdan so'rab qolaman. So'rang mendan, so'rang. Siz kimsiz, sizdan so'rang. Aytyapman, men usti Xman, tanimayapsizmi yo'q? Birdan kimligingizga? Normallik gapiring, tushundingizmi? Aka qayerdan keldi? Ne, o'ting. Jamshidlar nomidan uzr, men bor, qaytib Jamshid ismini og'zimga olmasangiz chiqib ketaman men. Nima bo'ladi demasan? Quyut qilyapsizmi siz? Aka so'kimga. Qo'yib yuboring. Nima qila olasiz? Aka chiqib ket. Usti X'ni oldimga PR qilgani kelibdi, qo'rqitgani. Aytmaydimi o'zim hali action kadrlar bilan dahshat ssenariylar yozib berardim. Degan siz kulib yursangiz men sizni esli bola deb nimalar bo'lganini o'zim ham tushunmay qoldim. Bungiz qonadi bekari. Zararlimi shunaqa? Kommentariyada so'rashuvdi, keldim. Haqiqatdan kelib PR qiluvdi. Akamiz qattiqlik qilib bo'g'di, buruq qilib ketdi. Buni qonab ketdi. Gap yo'q. Lekin ona gaplaringiz rostdan emas-a? Yo'q, rost. Akani hurmat qilaman, ijodiga omad. Vashchi va muxlisman ekan, ko'rgani keldim garantiyada talak. Alloh rozi bo'lsin. What's up,